Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Mana bizlar ish jarayonimizdan lavhalar, remont ishlari davom etmoqda. Ushlaganimizga 1 oy bo'ldi. 1 oyda mana tiyagalari, karnizlari hamma ishlari bo'ldi. Tak, birinchi zaldan boshlaymiz. Bu zalimiz. Bu zal. Baho berasizlar, zal qanday chiqibdi, tiyagalar qanday chiqibdi. Figura qilingan. Bu zalga birdan bitta ochiq oshxonaga birdan o'tiladi. Bu oshxonaga birdan o'tiladi. Oshxonaga keyin kaldordan ham kirsa bo'ladi. Отдельно bir eshik bo'ladi bitgandan keyin. Zal. Tak, zalda o'rtasiga televizor joyi. Ikkita ramka bo'lgan, chetda velvet bo'lgan. Ko'rasizlar. Kimga shunaqangi Euro remont ishlari, patkulchi Euro remont ishlari bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Shunaqa ishlarni bosib yuramiz Samarqand bo'ylab. Mana ish sifati usta o'zim. Yerlarda velvet bo'lgan. Telefonga takrorroq yaxshi ko'rsatmayapti ularda, lekin yetarlicha ko'rinyapti. Mana bu yer. Tak, bu koridorimiz. Hozir sanuzurga kirmasdan oldin biz spalniyasiga kiramiz. Spalniy polni tiyaga bo'lgan. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Spalniy polni tiyagalar bo'lgan. Tiyagalar. Bu yerda tiyaga, bu yerda televizor joyi, televizordan keyin velvet va bu yerda shkop bo'ladi. Mana bu yerda отдельно 50 joy taylangan, 50 joyda shkop bo'ladi. Bular polni atapelalar. Ish bo'lgandan keyin qo'yib chiqamiz. Bu patologimiz, figura ishlari. Patologlarimiz polni pukak bo'lgan, devorlar tiyaga bo'lgan. Tomondan ko'rsatamiz. Bu yerda tiyagan ustida konditsionerga joy qo'yilgan. Bu yerda katta spalniya bo'ladi. Mana bu katta ramkaning ichiga. Bu yerda ikkita ramka kirishdi. Va endi bu spalnimizda ichidan o'zida kattalar spalnisi bu ichkarisining o'zida отдельный hammom tualeti bor bu yerda. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Отдельный hammom tualet hozir ish davom etyapti. 3 qator terdik, yana 2 qator teramiz. Keyin hozir bu yer kirib kelish bo'lsa, tasvirni yo'qaylik. Bu yerda общий katta hammom, общий hammom bu. Bu yerda ham kafel terilyapti hozir. Kafellarni ham o'zimiz teramiz. Mana kafel polni bu yerda terilib bo'lgan. Ozgina chalalari bor. Lekin atak bo'lgan pashti. Kimda shunaqa ishlar bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Sifatli qilib beramiz bu ishlarni. Patkulch olamiz, kafel, santenik, elektrik, malyar, gipsokarton hammasini o'zimiz qilamiz. Bemalol murojaat qilasizlar aziz obunachilar.